İşte Gio kepti, nima Gio kim var? Bu ma'vu biyadi Pangflos, yani şu aralash energiyalik mashinalarga qo'ydigan bizning maxsus Gio'si. Endi ma'vu bizning Opal markalik Gio'lar. Bu Gio'ni endi chiq bo'ldi biladi. Har birisini ichidan mukofot chiqadigan ma'vu etirlar ekan. Mesela Gio'lar. Hammani tizitlar. Mal degandan tizib sotamiz. Tushunarmi ya? Tizib sotsak bo'ladi. Ma'vu biyadininki o'zining yongan Gio'si. Ba'zi xaridorlarimizga shuni qo'yib bergachga biz buni aka qo'ysak bo'lmaydi. Yo'q degandan mush aka qo'ysak hech qo'yg'il lozim bo'ldi. Biyadining shu Pangflos deganninki yongan Gio'si shu Hyundai'ninki. Ma'lum tizitlar hammani tizib qilayotgan. Opal Gio'si yani kamilda, Opal'ning Gio'si yani shunda ekansa kamlatadi. Biz yana tirishib, shu Abdulninki turini to'liqlashga tirishimiz bo'ldi. Hamsa Gio bama deb chekanda quyib qilib beramiz. Nima bo'lmasa shu ba'zi yongan Gio'ninki tarkibida shu mashinaga mos keladigan ba'zi ilmitlar bor. Shunga buni ikki qo'ydik. Ma 3 litr chiqar ekan, ma 4 litr emas. Saqlanib mana shu ettirni ayrim qilib tizasang bo'ldi. Tizaytan hozirlan. Bularni